Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Hozir ko'zlarim ishib ketgan, chunki juda ham yig'lab chiqyapman. Yana ham bardoshlayotganman, chidadim. Bilasizlar, уже 2 oy bo'ldi oyog'im og'riydi. O'sha ozgina ko'z tekkanida, gips bo'lgandi, boshqa bo'lgandi. 2 oy bo'ldi, hali ham tuzalmagandi. Onam xavotir olib kelgandilar Toshkentga. Keyin tabib degan insonni oldiga borib kelgan dedi, rentgen qildim, suvayim sinmagan, ko'rsatmayapti, chiqmayapti. Shu insonni oldiga borib kelgan dedi. Onalar biladi-da. Hech kela olmadim, bir hafta o'tkazdim, tabibning oldiga kela olmadim, lekin oyog'im og'rib o'tkazdim vaqtimni. Вообще hozir juda ham ancha yaxshi bo'ldi. Og'riq bo'ldi, qiynaldim. Men ham 2 oy onamga aytmaganman, hech kimga aytmaganman. Yaxshi. Hech kim og'rimas. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh. Keyin yana ijodlarni bosib oyoqqa yurib yaxshi bo'lib ketaman.